1 yil muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilingan holda bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari, ya'ni 10.300.000 so'm jarima jazosi tayinlanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu holat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan tegishli tartibda o'rganildi. Qoidabuzar haydovchining avtomashinasi tezda topilib, unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-10 moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Ushbu ma'muriy ish yuzasidan to'plangan hujjatlar mazmunan jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro tumani sudida ko'rib chiqildi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-modda 10-moddaning 1-qismi bilan aybli deb topilsin. Shu modda bilan 1 yil muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilingan holda bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari, ya'ni 10.300.000 so'm jarima jazosi tayinlansin.